Masjidlarimiz g'arib bo'lib qolyapti. Har bitta inson mahallasidagi masjid borasida qiyomat kuni javob beradi. Mana bu mahalladagilar mana shu masjid to'ldirmagan uchun Allohning oldida javob beradi. Mahallasida masjid bor, masjidning atrofidagi 40 talab eshikdan odamlar chiqmayapti. Agar 5 ta eshikdan bittadan odam chiqsa, tasavvur qiling, jamoatimiz sig'dirib bo'lmaydi masjidlarimizga. Lekin har qanday masjidga boring, 2 saf, 3 saf, Alloh rahm qilgan ba'zi masjidlarda 5 saf, 10 kilometrlardan kelib jamoatga qatnaydigan odamlar bor. Benzin desa, bu benzinni qiyomatga menga foydasi tegadi. Shu yo'lda ishlamasa, balo bor bu mashina bo'lishiga. U elektromobilmi? U inomarka mashinami? U qimmat insonlar orzu qilib yeta olmaydigan mashinami? Agar bu g'ildiraklar masjid tomon aylanmasa, nima keragi bor bu g'ildiraklar? Nimasi zavqli, nimasi shavqli? 4 qarsak cholsa sizdan da zo'ri chiqyapti, sindirib yuboryapti-yu mashinangizni. Yuraklaringiz achishib ketyapti-yu, mendan ham qimmatroq mashina oldi bu deb. Agar bu qimmat mashinalar, moykalari shu yo'llarda chang bo'lib ketmasa, chang bo'lib ketsin, balolar loy bo'lib ketsin, gazlar, dizellar ketsin, moylar ketsin, almashtiring. Qiyomat kuni har bittasi hujjatga o'tadi. Zulmat kunlarida masjidlarni to'ldirib nurlantirib yuborgan odamlar, masjidlarning chirog'i yonib, elektrlarni yozib yubormaydimi? Biz to'lamaymizmi shu masjid hay'ati? Ko'p yozib yuboribdi demaydimi? Biz maza qilib to'lamaymizmi? Hamma chiroqlarni yoqib yubormaymizmi hovlilarni? Odamlar yorug'da namoz o'qisin deb. Yozib tashasin, to'laylik, maza qilaylik shu narsalarni to'lab. Shunda rohat bo'ladi. Agar bu chiroqlar ham bu jamoatni yoritmasa, bu lustrlardan nima foyda?